Yahonasi tomonidan Germaniyada grantlar qo'yilgan va shu asosida bu anjumandan bor tajribasini O'zbekistonga qilgan holda arzon tayyor qilganman va sanoqsiz medikament sharoitida media mahsulotlarini manipulyatsiya qilish modellari taqdimotimiz bor edi. Media axborot tarqatish vositasi balki katta tijorat sohasi sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Internet texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar auditoriyaning axborot iste'moli bilan bor. Natijada yangi biznes modellar paydo bo'ldi. Masalan, qiyinchiliklarning boshlarida gazetalarning asosiy daromad manbai ekran bo'lgan. Masalan, New York Times'da oladigan bo'lsak, New York Times gazetasida 70% xarajatlarni kirimlar reklamadan bo'lgan. 20-yillardan keyin o'zi ahamiyat texnologiyalar, telekommunikatsiya kuchaytirish natijasida Netflix, Spotify kabi platformalar obuna asosida milliardlab foydalanuvchilar jalb qildi. Raqamli media tizimning global miqyosda rivojlanishini misol kelmoqda. Ushbu ma'lumotlar jarayonida ko'plab raqamli texnologiyalar asosidagi monetizatsiya, pul topish yo'llari, modellari bo'yicha izlanishlar olib borildi va shu asosida 6 modelni alohida ajratib taqdim qildik bu yerda. Ular hozir reklama modellari, obuna modellari, devosiz sotuv va elektron tijorat, litsenziyalash hamkorlik, tranzaksion manipulyatsiya va donorlik crowdfunding kabi ko'plab bundan tashqari modellar bor. Bular hammasi hozirdan qo'llanishda obuna modellar bugungi kunda o'sayotgan modellardan biri hisoblanadi. Foydalanuvchilar kontent uchun oylik yoki yillik to'lovlar va reklama ko'rmay chegaralanmagan tarzda kontentdan bahramand bo'ladi. Misol uchun Netflix, Spotify, New York Times, O'zbekistondagi Premium, Daryo Premium kabi loyihalar bunga yaxshi misol bo'ladi. Bu modelning afzalliklari shundaki, barqaror va oldindan bashorat qilib bo'ladigan daromad, auditoriyadagi soliq ortadi, kontent sifatiga zarba berish imkoniyati yaratadi. Kamchiliklar ham bor, foydalanuvchilarning obunaga tushuntirish biroz mushligi mumkin. Axborot ko'payib ketgan, natijada sizlarni aynan mana shu axborotsiz obunash oson kechmaydi. Ularga qayta o'ta sifatli kontent taqdim etish zarur bo'ladi. Raqobatchi uslub sohada foydalanuvchi bir oyda nechta platformaga ko'tara oladi, shu keyingi modelimiz obuna modeli o'z-o'zidan boshqa unik modellarni keltirib chiqardi. Obuna modeli demak oldindan klassik jurnalistikadan mavjud bo'lgan model o'zidan premium model paydo bo'ldi. Bu model asosiy xizmat bepul qo'shimcha funksiyalar va reklamasiz qo'yishni to'ladi. Misol uchun YouTube bor, YouTube'da foydalanamiz, lekin agar reklama ko'rmaslikni xohlasak, premiumga a'zo bo'lishga to'lashimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari ham pullik modellardan biri devor modeli hisoblanadi. Devor bor, yumshoq devor, devor. Yumshoq devor judayam ko'pchilik AQShda, ya'ni gazetalarda, saytlarda mavjud. Ayrimlarda masalan maqolani boshini ko'rsatadi yoki bir ikkita maqolani ko'rsatib qolganlarni to'laydigan. Masalan, New York degan nashr bor, u minutga qo'ygan, qanchadir minutdan keyin o'zidan ekran to'lganini qanday devor bo'lsa, kontent to'lanish yo'q bo'ladi, to'lagandan keyin obuna bo'lgandan keyin ochib beriladi. Keyingi reklama modeli bu o'ziga xos tarkibiga bo'lgan keng tarqalgan model, kontent bepul, lekin foydalanuvchilarga reklama ko'rsatib turiladi. Klassik shakli gazeta va televideniya reklamasi, raqamli shakli banner reklamalar, Google AdSense, YouTube reklamalari, shuningdek algoritm reklamalar ham mavjud. Yani hozirgi kunda yaratuvchilar bilan degan tushuncha bor, ya'ni aksar korxonalari foydalanuvchilarning qiziqishlariga qarab reklama roliklarini ularni adresiga manzilga qarab yo'naltirish, sun'iy intellekt yordamida har bir foydalanuvchiga uning qiziqishiga mos reklama ko'rsatish tizimi. Bu reklamaning samaradorligini oshirib boradi. Lekin bu yerda muammo bor, reklama ko'rishda charchash effekti. Foydalanuvchilar reklama bloklaridan foydalana boshlashda, bugungi kunda foydalanuvchilarning 30% reklamalarni bloklash yo'lidan bormoqda. Keyingi model premium model hisoblanadi. Bu free keyin va premium start ishlatilgan variant hisoblanadi.
Bu modelda asosiy kontent bepul, ammo premium funksiyalar qo'shimcha imkoniyatlar uchun to'lov talab etiladi. Misol uchun Spotify'da bepul reklama, bepul foydalansangiz reklama bilan premium reklamasiga qo'shiladi. LinkedIn, YouTube, Duolingo'da ham bepul va premium versiyalar bor. Klassik formulasidagi bu yerda 100 ta bepul foydalanuvchining 3-5 nafari premium obuna bo'ladi. Hammasi ham obuna bo'lavermaydi. Lekin ularning to'lovlari barcha 100 nafar bepul foydalanuvchidan xarajatlar to'lash kerak bo'ladi. Keyingi model to'g'ridan-to'g'ri savdo va elektron tijorat modeli hisoblanadi. Media kompaniyalar faqat kontent haqini yetmay, balki o'z auditoriyaga mahsulot va xizmatlarni ham sotishadi. Misol uchun New York Times Buy Hunter saytini xarid qildi. Bu yerda mahsulot tavsiyalari beriladi, sotuvdan komissiya maqom olinadi. Shunday kunlarda bizda ham blogerlar influenserlar o'z kanallarida tovarlarni reklama qilishadi. Va podkastchilar, ayrim blogerlar o'zlarining chiqishlarida hatto orasiga qonuniy reklamalarni qo'shib yuborishga muvaffaqiyatlar ko'rishdi. Va oxirgisi aralashmali zamonaviy muvaffaqiyatli media kompaniyalar birinchi model birlashdi. ishlaydi. Masalan, Garden'da kontent yo'q, lekin o'quvchilarni ixtiyoriy moliya bilan foydasi bo'ladi. Keyingi O'zbekiston konteksti o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston media bozori o'zga xususiyatlarga ega. Birinchi muammo pul to'lash madaniyati, ya'ni pul to'plash, elektron pul aylanishdagi pul to'lash madaniyati endi boshlanmoqda. Ko'pchilik foydalanuvchilar raqamli kontentni bepul iste'mol qilishga o'rganib qolishgan. Ikkinchi muammo bank kartalari va onlayn to'lov tizimlari keng tarqalgan muammolar ham imkoniyatlar. Yoshlar ulushi yuqori, 30 yoshgacha bo'lgan aholining katta qismi tashkil qiladi. Raqamli media iste'molchilar hisoblanishadi. Tezkor internet infrastrukturasi rivojlanmoqda. Telegram kanallarining ommalashishi bu noyob O'rta Osiyo hodisasi hisoblanadi. Ko'p media kompaniyalar Telegram orqali ham kontentlaridan daromad olishmoqda. Muvaffaqiyatli misollar sifatida Google kabilar va qator YouTube kanallarida o'z faoliyatini olib borayotgan medialarni keltirish kerak. Keyingisi kelajak trendlari. Trend ekonomi, ijodkorlar iqtisodiyoti, blogerlar, podkastchilar, video yaratuvchilar eng katta media kompaniyalarga raqobat qilishmoqda. Patreon, Substack, Ko-fi kabi platformalar orqali ular bevosita auditoriyalardan daromad olishmoqda. Keyingisi sun'iy intellekt, personalizatsiya, sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchiga shaxsiy kontent tavsiya qilish manipulyatsiyani yaxshi bosqich olishmoqchi. Foydalanuvchilar qancha ko'p vaqt o'tkazsa, kontent shunchalik moslashib olmoqda. Ular 3 texnologiyalar bor. Bu yerda live va kontent bor. Jonli efirlar va voqealar bo'lishi, interaktiv kontent, shuningdek sun'iy intellektda davom bo'lgan blockchain texnologiyalar orqali kontentni sun'iy intellekt orqali unaltirish texnologiyasi boshlanadi. Xulosa aytadigan bo'lsak, media konvergensiya sharoitida biron bir yagona ideal manipulyatsiya modeli mavjud emas. Muvaffaqiyatli media kompaniyalar o'z auditoriyasi chuqur bo'lganini bir necha modelni qo'llashtirmoqda. Asosiy prinsip esa o'zgarmaydi. Foydalanuvchi haqiqiy qiymat yaratsa, pul ishlash yo'li ham topiladi. E'tiborni tutasiz.